Uy sharoitida laminirованный broy qilamiz. Uning uchun bizga kerak bo'ladi dorilari. O'zbekchasiga gapiraman, chunki men o'zbekman. Yarimlarini ruscha ham gapirib yuborishim mumkin. Vatniy palichka bilan quloq kavlagich uxachiska. Va mana bunaqa ikkita kist oldim. Buni qachon ishlataman, qaysi birini ishlatishni bilmaganim uchun ikkitasini tengidan oldim. Ko'ramizki nima bo'ladi. Qosh taragich albatta bu bo'lmasa bo'lmaydi. Salfetka, bir dona nam salfetka. Buni kiprik qilganda ishlatamiz va albatta kitobchasi. Bu kiprik uchun men qoshiqni YouTubedan qarab bilib oldim. Значит, boshladik. Plyonka kerak bo'ladi. Mana bunaqa plyonka. Bu plyonkani boshlashdan oldin yirtib olaman. Ko'p yirtib oldim. Короче, buni yirtib ikkiga bo'lib olsam ham yaxshi bo'larmidi? Ikkiga bo'lib oldim. Bu birinchi sloy uchun. Mana yerga qo'yib qo'yaylik, bir-biriga yopishib ketmasin. Bunisi ikkinchi sloy uchun. Bu soch to'g'nog'ichlari, kist. Birinchi qosh qilamiz, keyin kiprikka o'tamiz. Значит, boshladik. Soch yig'ishdan boshlaymiz birinchi. Soch yig'ildi, xalaqitda emas. Qoshlarimizni tozalab artib olamiz. Oshiqcha kam narsalar uchun. U shampun yuvish kerak ekan, lekin men влажныйda artdim. Uni artadigan vaqt yo'q. Birinchi stepdamiz. Birinchi step qoshga surib olamiz. 1 Mana kistechka bilan yoyishga harakat qilaman. Iloji bor. Oldini 90 gradus. Mana yonlarini 45 gradus. Oxirgisini 0 gradusda qilsa, o'shanda qosh to'g'ri ukladka bo'lar ekan. Qoshimni qancha qirib tashlagan. Rozi emasman. Hamma yog'iga yetkazishga harakat qilamiz. Короче. 90. Okay. Plyonka qataymiz. Odatda masterlar tepaga mundoq qilib tarab qo'yishar ekan. O'rganib chiqdim. o'n minut kutamiz. 10 minut yoki 11 minut kutamiz. Orada qosh tarab turish kerak ekan. Bir tarab qo'yay. Qoshga tarab turmasa bo'lmasmish. Mana qoshim yotmaganini qarang. Nima qilsam yotarkin? Qarab qo'ydik. 10 minut kutguncha churros yeb turamiz. Churros. Bu o'zi allaqanchaga yetar ekan. Kichkintoy o'zi. Qo'shimni yana bir marta tarab qo'yay. Qo'shim ikki xil rang bo'lib qolibdi. Qizil va xati aniga o'xshaydi, nima aytadi, depilatsiya qiladiganni.
Почти 11 minut o'tdi, 11 minut kutdik. To'shna 11 minutga o'tganda yechamiz. Ikkinchi stepni olamiz. Ikkinchi step bungacha ochib turaman. Endi buni yechib namda qiling. Birinchi stepni quruqda artib tashlash kerak ekan. Menda ham quruq. Qo'shim rangi ajoyib bo'pti. Menga rosa yoqyapti lekin. Bir tarab olay. Qoshim ola-bula rang bo'lib ketibdi. Ikkinchi step surtamiz. O'ynaga qarab surtmasam bo'lmaydi. Ko'proq surish kerak ekanmish ikkinchi step. Mana ekan, jinni bo'lib qoldim. Buni yana to'qson, 40. Qo'shim sal uzunroq ekan. Qo'shimga surtib keldim. Orqa tomonini qo'yaman. Oldingisiga 11 minut bo'lsa, buni teng yarmi, ya'ni 5,5 minutga qo'yaman. 5,5 minutga. Keyingi videoda qosh emas, kipriga qilamiz. Qani kipriga o'xshata olamanmi, yo'qmi bilmayman. Hayotimda birinchi marta kiprik qilib ko'rmoqchiman. Lekin qoshni oldin ham qilganman. Men master emasman. Oddiy xalqman. Sizlarga o'xshagan qiziqishlarim tufayli qilib ko'ryapman. Albatta ukladka qilingan qosh juda chiroyli turadi. Keyin bunaqa ukladka qiladigan, bunaqa surib qiynalib ketdim. Shuning uchun uzoqqa turadigan ukladka qilishga qaror qildim. Chunki menda yaxshisi yo'q. Yaxshi uklad fiksator topa olmayapman qosh uchun. Shuning uchun dolgo время uzoqqa yetadigan ukladka qilishga qaror qildim. Ustidan yurgizib qo'yay. Menimcha chiroyli chiqdi. Besh minut kutib kelaman. Orada bir tarab turish kerak edi, taramanmi? Taraganda yana ozgina ushlab turishga qaror qildim. Demak, yechish vaqti. Chiroyli qilib tepaga qaratib artamiz. Nam vatni testa qiling deb ko'p masterlardan ko'rdim, lekin men quruqda qilganman. Menga ham kerak emas. Wow. Yaxshilab artib tashlagandan keyin taraymiz. Toza tomonida tarayapman. Va qoshimning ko'rinishi shunaqa holatda. Xohlagan tarafingizga tarasangiz, o'sha tarafga qarab yotadi. Qoshim ba'zi joylari yo'q ekan. Mana yerda qoshim yo'q ekan, qizlar. Menda faqat ikkita step bo'lgani uchun uchinchi bosqichim yo'q. Shuning uchun ikkita step bilan to'xtataman va qoshimni oxirgi holatini sizlar bilan hozir bo'lishaman. Va qoshimning so'nggi holi. Yaqindan ko'rsatishni xohlayman. Zo'r chiqdi. Shunaqa gaplar. Uyda o'zingiz qila olasiz. Faqat
bunaqalaringiz bo'lsa bo'ldi, qiladigan mahsulotlaringiz bo'lsa bo'ldi. Uyda bemalol qilishingiz mumkin. Kosmetologga pul sarflashingiz shart emas. Menga o'xshagan oddiy ona bo'lgan ayollar ham qilishi mumkin. Shunday ekan, o'zingiz qiziqib ko'rishingiz mumkin. Yomon ta'siri yo'q ekan. Keyingi videoda kiprik laminatsiyasida uchrashguncha pay. Agar videoim sizga yoqqan va siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, like va kommentariy bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bye.